qayerda? Men uni mashinada urib ketmadimmi? Nima bu? Oy, nega ular bunchalik o'xshash? La'nati. Haqiqatan ham ahmoqqa o'xshaydi. Bir hafta davomida ichi qotadi. Chiqarib olish mumkin bo'lgan tur. Franks. Haqiqiy axlat. Bu haqiqiy axlat, to'g'rimi? Hidi juda bo'lmas darajada. Ay, jin ursin. Biz butunlay begonamiz deb o'ylagandim. Seni boshqa ko'raman deb o'ylamagandim. Sizga juda ko'p marta aytdim. Meni iting ahmoqligi deb atashni bas qil. Yo xudoyim. Men izlayotgan post shu emasmidi? Qanday qilib kitob ichiga tushib qoldim? Kitob? Men Uhe oilasining qizi, Ji oilasi egizaklarining ukasi. Ji, siz Ulin oilasining qizi. U egizak akasiga uylandi. Ji shu. Ichimlik sizni kelishga nikohga majburlashdi. Uning turmush qurishdan oldin sevgilisi bor edi. Nikohdan keyin sobiq sevgilisiga yashirincha pul o'tkazmoqda. Va men yashirincha pul o'tkazish ota-onamning uyiga ichimlik. Keyinchi? Keyin roman ikkimiz. Haqiqat bir necha bobdan keyin oshkor bo'ladi. Siz Jishinni aldayotganingizda qo'lga tushdingiz va men aktivlarni o'tkazganim uchun u darhol hisobga olindi. Ikki aka-uka, ikki oilamizni bankrot qildi. Eng sodda qilib aytganida, biz shunchaki to'p yemaymiz. Buning ortida nima bor? Ular ezak aka-uka. Bosh qahramon ayol bilan sevgi nafrat munosabatlari. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Juda ham xafa ko'rinasiz. Yo'q, bu to'g'ri emas. Yo'qmi? Xo'sh, lekin yana ikkinchi darajali ayol qahramon bo'lishning o'rniga, lekin biz uydan haydab chiqarildik. Nega o'z tashabbus bilan ketyapmiz? Keling, hayotimizni davom ettiraylik. Roziman. Lekin biz bu tarzda yasholmaymiz. Qo'lda biroz pul kerak. Aks holda biz och qolamiz. Bu nimasi? Hamma pul uning qarindoshlariga bo'lib berilibdi. Yaxshi, menikichi. Basl egasi. U barcha pullarni ota-onasining oilasiga o'tkazdi. Bu boy oilaning juda ko'p qoidalari bor. Bu oilaga turmushga chiqqan ayol umuman hurmatga ega bo'lmaydi. Biz faqat ularning qo'lida yashaymiz. 两位夫人，吃饭了。 Shoshilmang. Avval to'yib ovqatlanaylik. Bugun kechqurun batafsil muhokama qilamiz. Keling.